Assalomualaikum, hurmatli Xudo xolasa hozir navbatdagi katolimiz ochib keldi. Qo'lni vitech katol hammasini yechib, uni ko'rganlaringizdek yechib ochib ketamiz. Booster apparatda, onda booster apparatlarimiz bor. Ko'rtirganlarimiz o'zini ximikatlar ham bor, ishlatamiz. Lekin biza shu narsani nasib ichini qo'lni yechib, hammasini ishlarini ko'rtirgan bo'lsangiz bosh bog'lab ketgan. Endi de sahne parametrlari qattiqlari hammasini yechib birin tozalab, yana nasha qararlik bu kartonni ishini birin tozalab ochib ketib, xudo xolasa bitgandan keyin videosini qo'yamiz. Ishning xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda telefonlarni qoldiraman, murojaat etaverasizlar. Assalomu alaykum. Hozirmoqda yana bugun qozonlagan vitech katolimiz, vitech o'yini chiskatib, proverkatib turibmiz yana. Gradusini ochib turibdi. Hammasi cho'tchi bo'ldi. Yechib qo'yganda ko'rdingizlar. Shuning xizmatga kerak bo'lsa, telefon etaverasizlar. Bitti bu xudo xolasa. Kanalda adashmanglar. Telefon etaveringlar. Ko'ngilda yetib ishlab beramiz xudo xolasa. Dilshod ham xizmatda yana.